Denov tuman agroinspeksiya bo'limining boshlig'i Nazar Mikromon bugun Denov tumanida mana shu kuzgi shudgor bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Shu seminarda butun viloyatimizda Ulug'bek Berdiqo'lovich Qosim boshchiligida o'tkazildi. Maqsadimiz 2026-yilda yuqori hosil olish. Yerda kuzda shudgorlashdan keyin yuqori hozir sifatli qilib shudgorlasak, kuzda mana 2026-yilda yuqori hosil olamiz. Shuning uchun mana shu seminarning birinchi maqsadi yerda sifatli va o'z vaqtida shudgor qilish masalasi ko'tarildi. Denov tumanida jami 40 ta yuqori unumli texnika bor. Shu 40 ta 15 ta otryadga biriktirilgan. 15 ta otryad kecha kunduzi ish tashkil qilganmiz. Men mana shu Sina Selpolga 35 yil xalqning xizmatini qilganmiz. Hozirgacha ham xizmat qilyapmiz. Mana yo'llarimiz kengaydi. Mana bizni shu ob-havomiz yaxshi-da shu yerga. Shu ob-havo uchun shu yerga to'g'risi yashab turibmiz. Denov tumani Dashinor mahalla raisiman. Men juda ham biz xursandmiz. Mana aholimiz bilan mana obodonlashtirish ishlari olib yuribmiz. Avvalambor prezidentimiz, viloyatimiz hokimi kelib, mana Ulug'bek Qosimov kelib, mana avvalambor shu ishlarni olib borib yuribmiz. Mana qurilish ishlar olib yuribmiz. Mana do'konlar aholi nomidan, Dashinor mahallasi nomidan, Sumbula mahallasi, Fayzobod mahallasi nomidan aholidan avvalambor prezidentimizga, Ulug'bek Qosimov hokimimizga minnatdorlik bildirmoqchiman.